Malikaxon Shakarova O'zbekiston tumanidan mana shu Rishtondagi Medico klinikasiga tashrif buyurdim. Bu yerda Jahongirxon aka doktorlari mana Allohga shukr, men reumatoidni artrit bilan 8 yil 9 yildan beri davolanib yurar edim. Men O'zbekiston tumanida davolanardim doim. Mana endi shu Jahongirda eshitishib o'tgan yildan beri mana shu yerga kelib davolanyapman. Allohga shukr. Ancha yengil dardlarimizga shifo berishdi. Shu Allohga ming qatla shukr, sharoitlari yaxshi. Yangi klinika ochishibdi. Oziq-ovqatlar, davolash sharoitlari hamma joyi yaxshi. Allohga shukr. Hamshiralar ham shirin so'z, shirin suxan hammalari bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Juda yaxshi joylar. Rahmat. Shularni tarbiyalab katta qilgan mana shu ota-onalarga rahmat. Ilohim kamlik ko'rishmasin. Bizga yaxshilik qilishsa Allohdan qaytsin. Hammalaringga mana shu yerga kelib davolanib ketishni tavsiya qilib qolaman.